o'zimni uyimda boshlaganman bu ishlarni. 800 ta boqardim. Buni foydasini ko'rib, kengaytirish maqsadida Trust bankdan kredit oldim. Endi davlat tomonidan bunaqa sharoitlar chiqarib bergan prezidentimiz. Rahmat, albatta. Xodimlar yordam qilishyapti. Keyingi yilga xudo xolasa kattaroq summani olib, yana kengaytirmoqchiman. Hozir bizlarda ishchi o'rin ikkita hozir yaratilgan. Bundan buyog'iga yana bu tomonda rejamiz bor, yana bironta tovuqxona shunga o'xshab qurmoqchimiz, yana bir ikkita ishchi o'rin yaratmoqchimiz. Yevropa pulini, masalan Rossiya pulini shu yerda ham ishlasa bo'ladi. Undan ortig'i bilan bu odam o'zini qo'lida, harakatiga, mehnatiga, masalan o'zimizni hamyurtlar ishlayapti, Amerika 5000, 10 mingni shu yerda ishlasa ham bo'ladi. Faqat o'zini vaqti, joyi, o'zini biznes rejasi, shunday ishlarga amal qilsa agar bo'ladi.